Vasiqasi bor endi. Hoji aka, mana shu yerlar to'g'rimizda, mana bu yerlarda Voy Jalil, nimadir bo'ldi shida. yo'q, bani shogird. Yo'q, nima ishingiz? A jest podarim burgan fontanчик. Mol qani? Mol qani? Mol yo'q, tovuq. Tovuq bor ekan. Qayerda? Menga qara, xo'rozvoy. Qaysi biringsan? Tovuqlaringga aytgin, kuniga 10 ta tuxum qo'ysin. Tushundingmi? Bo'lmasam grill qilaman. Hoji aka, bunday eshitamiz bu darmayet. Bu uyga nima deb javob beramiz? Mana qarang, eski kinolarda haligi shunaqa voqealarni yana to'qirdirib ko'radi-yu. Biz to'qirdirib ko'ramiz. Davay. Qo'shing Hoji aka. Bo'ldi ekan bular bir ko'ray qani. Men bozorga ham borishim kerak edi. Yeyin og'a. Kim edi bu? Sardor. Sana ne eshattı? Ne? Ye? Bu Arap. Nima bu? Sardormi bu? Nima bo'ldi bunga? Bu yerda Nima deydi? bilaq deyapti, tushunmayapman. Sardorjon o'zingni o'zim devamda aylanchi. Arab bo'lib qoptimi? Musovi nima bo'ldi bunga? Sho'k deyapti, bu so'kyapti bu hozir. Sizga hech narsa qilmagan-ku, mana tuzib turibsiz-ku, nima bo'ldi bunga? Menga hech narsa qilmaydi, faqat siz yozib bermasangiz bo'ldi. Nimaga yozaman? Nima? Biron ayb ish qilganmisiz-ki? Yo'q. Abi 7 ta tovuqingiz bordi-ku. Ha, mana turibdi-ku tovuqlarim shida, xudo xolasa. Shu 5 ta qolgan. Yo'qsa 5 ta qo'ygan. 1 2 3 4 5. Buni ikkitasi qani? Hadi iftorlik qilib bering dedim. Iftorlik qilmaganingizga ikkitasini grill qildik. Chota bir rost gapirishni boshladi. Shu yeb ichdik, grill qildik, maza bo'ldi. Undan keyinchi? Undan keyin 40 xalta sement oldik, deysizmi? Ha. Ana shuni 20 xaltasini birga yeb ichdik. Undan keyin 20 xaltasi turibdi deb o'ylaysizmi? Kamayib qopti-ku. 10 xaltasini ham yedik. Bu elektrika simolimiz esida bo'lsa 300 metr. Ha. Siz nima deb o'ylaysiz? O'sha 300 metr ketadimi shu yerga? Ketmaydi. Bu yerga 150 metr ham yetib ortadi. Biz 150 metrni yeb ichdik. Nimaga qarada sen bola? Nimalar qilib yuribsan? Yana nimalarni olding? Menga bir boshdan havasini aytchi. Yo, hoji aka, hozir mana bu qo'lchangizni ushladingiz-ku. Xo'sh. Uring uchun javri chiqib ketsin o'shadan. Uraman hozir. Bo'ldi, men yozaman, keyin ratchet qilamiz. Ha, yo'q, to'xta unda. Usta bo'lmay qarang. Siz o'zingiz bosing. Men sizni urishchi ushlaman. Prosta yoqangizni to'g'rilab qo'yapman. Yo, onasini emsin. Ularga qo'shilib qamalib ketaman. Nima qilsam bo'lmaydi. Bor darmayat, nariqda o'tir gaplashaman ustang bilan. Yana keldi bu bilaq deb. Kanu shogird. Hoji aka, biroz deb qo'ydimmi? Ancha gaplarni gapirib qo'ydingiz-ku usta bu. Mayli, sizni qamatinglar, sizga jabr bo'lmasin. Hali aytdim men sizga, stroykalarda ishlayman deb. O'sha mana beklarimda ishlab berasiz. Endi qazlaringizni ishlab uzasiz. To'g'ri, endi bo'lgan ish bo'ldi, endi aybga buyurmaysiz. Iloji bo'lsa agar ertaga shogirdchani jangi bor edi. UFC qiziqsa? Ha, jangi qiziqaman. Ha. O'sha UFCdan jang olgan. O'sha uchun shogirdchaga bir $500 kerak edi. Agar iloji bo'lsa qarzga, faqat qarzga. Men shunchaki so'rayotganim yo'q. Bitta qarz $500 bersangiz, ertaga jangi bo'ladi, kechga ko'radi. Agar ishonmayotgan bo'lsangiz, mahoratni o'z ko'rsataman. Shogird, Tonirovka qilganmi u? Sardor, ertan jang borasani? Ko'rdingizmi, jangi bor. Agar xohlasangiz, hozir liboy turkni ayting, ana shuni qilib beradi. Tonirovka qilganmi? 100%. Aniq. Qo'lidan ish kelmasa, $500 ustiga 1000 qo'shib berasizmi? Javob qo'shaman. Ana 2000 bo'ldi mana. Qarovchi Sardor hozir olib keladi-ku. Qo'yindan gamasi. Xo'sh. Qani maqtagan shogirdingizni ko'ramiz, usta. Beringmi? Qo'ldan keladimi yigit? 100%. Usta, bu shiltaki bu shogirdingiz. Eplolmaydi o'zini. Yo'q, siz tushunmayapsiz-da. Hozir boshqatdan ko'rsatadi, bu yoradi, bu ishoning. Saturn, Tyson, ular yerunda, ishoning javob. Shogird bitta gazini beribdi, davay ha. Ko'rdingizmi hoji aka, yoradi. Sizcha barsangiz
buyog'i chotka bo'ladi 1,5. Yo'q, bunisiga gap yo'q, chotki gap yo'q. Mana bunday agar trenirovka qilgan bo'lsa gap yo'q. 500 mi? 500 man beraman, lekin gapga. O'sha 1000 biga 500. Bo'ldi gap yo'q. Aytganingizda yutolmasa 1000 sizdan. 1, 2, 3, 4, 5. Mana 500. Bo'ldi hoji aka. Qarang lekin kutaman. 100% javob. Ertaga jang ko'ring. O'xshadimi? Bo'ldi. Bilasan? Ikkasini bering. 200 mi? Tog'amdan qolgan meros. Shu dinozavr davridan qolgan 2 so'mni berdi ya. Hamma ustozlar shunaqa kirisa bo'ladimi? Yaxshi oldingda. Tabii usta. Ha, aka. Yoqmayapsan menga. Chapqing qani? Ichkarida. Qol ki. Hozir. Ha, Aka. yaxshi oldingda. Hozir. Shu ishing yoqmayapti-da bor-ku. Nima shapka kiyding? Aka. Shapkang qani? Ustaga aytib beramasizlar. Usta bu. Usta bu. Sardor akamga bir qarang. Bir shapka kiyib yursam, nimaga shapka kiyib yuribsan deb uryapti. Shapka kiymay yursam, nimaga shapka kiymay yuribsan deb uryapti. Bir gaplashib qo'ying. Bor chaqir o'zida gaplashaman. Hozir chaqiraman. Ustavo chaqiribsiz. Bor chiqar, hozir gaplashamiz. Sardor. Ama normalniy bahona topib turish kerak-da. Nima ahvol bu shapkang qani? Nega shapkasi yursa? Ayt bir normalniy bahona ayt. Masalan, bor aroq olib kel deb ayt. Aroq olib kelgandan keyin men senga pivo dedim. Bor kir savun olib kel deb ayt. Kir savun olib kelsa men senga hidli savun deb aytuvdim. Nima ahvol bu? Bir normalniy bahona topib ur. Xo'p bo'ladi ustoz. Bo'ldi, shunday qilamiz. Bor sur. Shogird, Ha, yaxshi oldingmi? hozir. Aka. Mana menga bor aroq olib kel. Aroqmi, pivami? Yo'q, to'xta, bo'lmasa Ha. sovun olib kel. Qanaqa sovun olib kelay? Kir sovunmi, atir sovunmi? Shapkang qani? Bo'lmoqda, Sardor, bo'lmoqda. Nima bo'lmayapti ustovo? Ana tuval, mana hidi kiyib turibdi, borim bo'lmayapti. Tualet emas, onalarni emsin, tualet emas. Ustovo, siz ro'za tutaman dedingiz-ku. Ana shu bo'lmayapti-da, mana shu bo'lmayapti-da, ana shu bo'lmayapti, ana shu onalarni emsin. Ustovo, shu bo'lmayapti deysiz. Shunchalik noz kayf beraman. Nima kayf beradi? Sardor, bu berayotgan kayfni dunyodagi kayf berayotgan narsalar ichida birontasi bunaqa kayf bera olmaydi. Ustovo, shundan bir oltin bering qan, bitta tartaylikchi. Nima berarkan bir o'zim ham ko'ray qan dunyolarni. Qo'y, buni chakma. Bu tavuq buqidan tayyorlanadi. Buni chaksang mazang qochib qoladi. Tovuq bo'qi deysizmi? Mana bir gala nos bor ekan-ku. Bitta bering qani? Yo'q, Sardor. Qo'y, ishing yattir, berilmaydi bu. Bermaysizmi? Qarang, mana nos ko'p lekin aytib qo'y. Bor o'sha doston chak bo'lmasa. Bu Qarab tur. Tog'jon. Bir oltin nosimga rozi bo'l. Yo'q, bani Sardor, sana nima bo'ldi? Quz, Sardor, quz. Men sana aytdim, chakma dedim. O'zingiz aytdingiz-ku, tovuq buqidan tayyorlanadi deb. Senga na puxtan tayyorlanadi desa, hamma buqi ham og'izga solarsanmi, tvar? Bu deyapsiz, qilyapti-ku. Onasi yersin, bu boshqacha po'q, bu po'qni chaki bo'lmaydi. Sardor, mana shu qandir sal qiyshiqroq-da. Mashidan bir narsa tirishim kerak mashina. Ey usta bola, qormaylar. Nimani plan chizyapsizlar? Yaxshimi? Zo'rmi? Charchaysizlarmi? Xo'sh. Nima gap? Mashidan bir teshik ochish kerak, sal qiyshiq. Qarang, teshik qo'yib turing. Abet bo'ldi. Abet qilaylik yuring. Abetga olib keldim maslaga. Nima pishirdingiz? Chatti qilib o'zim qo'l bola makaron palov pishirdim. Bo'lmaysiz-da, hoji aka. Bunaqa bo'lmaydi-da. Nimaga? Oldin bir maslahat qiladi odamdan.
Menga doktorim aytgan, diyetishni ovqatlar ye, xamirli ovqatlar bo'lmaydi, yog'li ovqatlar bo'lmaydi. Men spiska qilib bergan menga. Ha, Mana shu spiska bo'yicha mana hozir aytaman sizga. Qarang, nima yeyish kerak, nima yeyish kerak emas, hammasini aytaman sizga. Bo'ldi. Har kuni banan, ananas, mandarin, dengiz otidan qazi, dengiz kiyigini go'shtidan steak, kitni go'shtidan qordoq qilsa ham bo'lar ekan, yog'siz. Da, mana shunaqa narsalar kerak ekanda, siz unaqa ovqat pishirmang, bo'lmaydi. Undan ko'ra sizga ot qulog'idan sho'rva pishirib bermaymi, Malik tog'a? Qanaqa sho'rva edi? Chuchvara demoqchi. Chuchvara. Ha, bo'la.